Ayolni sevish unchalik ham qiyin emas aslida. Ayolni baxtli qilish uchun unga qimmatbaho sovg'alar, minglab gullar yoki hashamatli uy, mashinalar shart emas. Ayolni tinglash kifoya. U shunchaki yuragidagini aytmoqchi bo'lganida tanqid qilmasdan qiziqish bilan quloq soling. Ba'zida ha, to'g'ri aytasan degan oddiy gap uni kun bo'yi xursand qiladi. Ayolni tushunishga harakat qilish kifoya. U yig'layotganida sabr qiling. Nega yig'layapsan deb emas, men sen bilanman deb qo'ying. Ayolni eslab qo'ng'iroq qilish kifoya. Ba'zida ishning orasida sog'indim deb yuborilgan bitta xabar uni butun kun davomida tabassumda ushlab turadi. Ayolni qadrlash kifoya. U doim ham mukammal emas. Ba'zida charchaydi, ba'zida asabi buziladi. Uy tartibsiz bo'lishi mumkin. Lekin u siz uchun bor kuchi bilan harakat qiladi. Shuni anglay olish eng katta sevgi. Ayolni qo'llab-quvvatlash kifoya. U yangi ish boshlasa, qo'llab-quvvatlang. Xatoga yo'l qo'ysa, uni yerga urmang. U sizning ishonchingiz bilan yanada kuchliroq bo'ladi. Ayolni kamsitmaslik kifoya. Uni boshqalarga solishtirmang. Har bir ayol o'zicha go'zal, o'zicha noyob. Sizga nasib qilgani eng yaxshisi. Ayolni maqtash kifoya. Ba'zida oddiygina bugun juda chiroyli ko'rinyapsan degan gap uni qanoatlantirib yuboradi. Axir har bir ayol eshitishni istagan so'zlar bilan yashaydi. Ayolni sevish bu murakkab san'at emas.